uchrashuvimiz 3 tajribasi bo'yicha tashkil qilingan. 3 tajribasida bizda hozir bo'lgan masalamiz yoki muammomiz bo'lsa, o'sha tadbirkorlarni nima yechayotgan masalalar bo'lsa, shu murojaat bo'yicha biz ma'lum doiramizda yechib beramiz. Kimda masalasi bo'lsa, mana shu masalani bizda eshitamiz. Ma'lumotlar nima masalamiz bor? Qanaqa yechib bilan amalga oshiriladi? Kimda masalamiz bor? Kelajakda xohlasa yakka tadbirkorlarga ishlab chiqarishga qo'shilmoqchiman. O'zim yakka tadbirkorligimni boshlamoqchiman. Qancha sizga? 49,950 summasida hisobotimizni shundan olinganmiz. Yaxshi. Bizda mahallamizni banki bilan yordam bergansizni o'rganishimiz bilan gaplashib olamiz. Xulosasini tavsiyasini beradi. Ko'rish sizga javob ham beramiz. Yana kimdan masalan? Qurilish sohasi bo'yicha, ya'ni ijodkor